Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshılaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Yana bir yuqori darajalik Uyg'ur amaldor tekshirilishga boshladi. Xitoy ishg'oliyat tarixidan buyon Sharq Turkistonda o'ziga sodiqlik bilan xizmat qilgan qo'rchoq amaldorlarga rahim qilmasdan turli usullar bilan ko'zini yo'qotib kelgan bo'lib, yaqinda yana bir yuqori darajalik Uyg'ur amaldor Anvar Ablaning tekshirilayotganligi bildirildi. Xitoy Xalq to'rining bugungi xabarida Baying'olon oblastlik partiya komiteti doimiy komitetining sobiq a'zosi, Birlik saf bo'limining sobiq boshlig'i Anvar Ablaning intizomga, qonunga ig'ir xiloflik qilishga chetilganligi navbatda atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatdan tekshirilayotganligi bildirildi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq millatlardan chiqqan qo'rchoq amaldorlar Xitoy uchun aktiv xizmat qilishiga qaramay, Xitoyning sistemalik irqiy qirg'inchiligi boshlangandan buyon texmi keng ko'lamda bostirilayotgan bo'lib, bu jarayon vazifadan qoldirish, huquqini tuvallatish, turli bahonalar bilan tekshirilish, turmaga qamash qatorliq usullar bilan ijro qilinmoqda. Amerika hukumatining yangi dokumentida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ta'kidlandi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi yangi e'lon qilgan har qaysi davlatlarning 2024-yillik inson haqlari vaziyati haqidagi dokumentida Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni davomlashtirayotganligi qayta ta'kidlandi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi mazkur dokumentni 12-avgust organ to'rbetida e'lon qilgan. Dokumentda Xitoy rejimining inson haqlari dafsandachiligi tafsiliy bayon qilingandan sirt Sharq Turkiston vaziyati nuqtaliq tilga elingan. Dokumentda Xitoy rejimining Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa etnik diniy to'plarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ijro qilayotganligi, 2017-yildan tortib Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon millatlarni keng ko'lamda jazo lageriga qamaganligi, xalqqa mingni yuyish, assimilyatsiya qilish siyosati yurgizganligi, majburiy tug'mas qilish, bola tushirgizish qatorliq nupus kontrol siyosati sababli Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbatining ko'rinarli tuvalliganligi qayd qilingan. Dokumentda yana Xitoyning Sharq Turkistondagi diniy bostirishlari, majburiy emgakka selish jinoyati, atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati orqali xalqni uyida nazorat qilishi, ilg'or texnikalik biologiyalik farqlantirish sistemasi orqali Uyg'ur qatorliq millatlarni ko'zitishi, Xitoy oqqo'llarining to'xtamay Sharq Turkistonga eqishi qatorliq jinoyatlari bayon qilingan. Mazkur yillik dokumentda yana Xitoyning axborot erkinligi, fikr erkinligini cheklash, tutqunlarni qiyin qistoqqa elish, chet eldagi o'qituvchilarni bostirish qatorliq jinoyatlari bayon qilingan. Ammo ilgirki yillarga selishtirganda 2024-yillik dokumentda Xitoy, Rossiya, Isroiliya qatorliq davlatlarga qaratilgan tanqidlar azaygan bo'lib, xususan Xitoyga aloqador badsani ilgirki yildagining yarmiga yetmagan. 2021-yili 19-yanvarda, ya'ni oldingi navbatlik Tramp hukumati vazifa muddatining eng oxirgi kunida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan sistemalik bostirish jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilgan edi. Shuningdan keyin Amerika hukumati bir qism yig'in va dokumentlarida bu masalani ta'kidlab kelmoqda. Isroiliya G'azzoning Zaytun mahallasida 3 kun ichida 300 dan ortiq uyni vayron qildi. Falastin Fuqarolar mudofaa idorasi Isroiliyaning buzish cheqish harakatining ko'p qavatli binolarni nishonlaganligini, xarobiyliklar ostida jinidan ayrilganlar va yaralanganlarning borligini bildirdi. Isroiliya armiyasi yaqinqi 3 kun ichida G'azzoning Zaytun mahallasidagi 300 dan ortiq uyni cheqivatdi. Falastin Fuqarolar mudofaa idorasi buzish cheqish harakatining o'ltiroq rayonlarini qasddanlik bilan nishon qilganligini bildirdi. G'azzo Fuqarolar mudofaa idorasining bayonotchisi bu haqda to'xtalib, Isroiliya kuchlari Zaytunda ig'ir hujumlarni qanot yaydirib, 5 qavat yoki uningdan yuqori binolarni hujum nishoni qildi, dedi. Uning deyishicha, ishlatilgan portlatqich dorilar atrofdagi qurilishlarning o'rilib tushishini keltirib chiqargan. Ba'zi uylarda odam bo'lgan ahvolda vayron qilingan. O so'zini davomlashtirib, buzish cheqish harakati oldin ogohlantirishsiz elib berildi.
va qattiq bombardimon qutqizish otryadlarining xizmatiga to'sqinlik qildi, dedi. G'azzaning markaziga joylashgan Zaytun mahallasi qirg'inchilik jarayonida Isroiliyaning qayta hujumlariga duch keldi. Falastin amaldorlarining bayon qilishicha, bu qatimqi buzish cheqish to'lqini Isroiliyaning bu rayondagi fuqarolar ul aslahalarini vayron qilish va aholisini ko'chirish planining bir qismi hisoblandi ekan. Fuqarolar mudofaa otryadlari davomlashayotgan bombardimon sababidan nurg'un joylarga yetib berishning qiyin bo'lganligini, buning kishilarning xarobiylik ostida qopsilib qolishi mumkinligidan andisha paydo qilganligini dokulat qildi. Guvohchilar Zaytun mahallasining ba'zi joylaridagi barliq binolarning tuzlib etilganligini aytdi. Yerlik sahiya organlarining qayd qilishicha, Isroiliyaning 2023 yil oktyabrda boshlangan G'azzadagi qirg'inchiligida 61700 dan ortiq falastinlik jinidan ayrilgan. Ularning yarmiga yaqini ayollar va bolalar egallaydi ekan. Uylarning vayron qilinishi 100 minglagan kishining makon joylaridan ayrilishini keltirib chiqardi. Nurg'un kishilar liq to'lgan chedirlarda yoki vayron qilingan binolarda panohlanishga majbur bo'ldi. Xalqaro jinoiy ishlar sudi o'tgan yil noyabrda Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu bilan sobiq davlat mudofaa ministri Yoav Gallantni G'azzadagi urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi o'tkazgan jinoyatlari sababidan qo'lga olish buyrug'i chiqargan edi. Isroiliya yana xalqaro sudda irqiy qirg'inchilik delosiga duch kelmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.